MyTech kanalimizda 7 tali Texha motoblogimiz. Texha motoblogimizni bugun obzorini qilib o'tamiz. Manzilimiz Izza betonka yo'ldan kelishda, Abu Sahiy yo'lda ketishda. Mana do'konimiz MyTech do'koni. Kelaverasizlar shetda. Xo'p. Texha motoblogimiz benzinli bo'ladi. Mana ko'rinishlari. O'zining komplektida chiqadigani mamlaqa frezalardan chiqadi. Frezalari turbalari bo'linadigan bittali, ikkitali, uchtali har xildan. Agatlarga ham 50 60 agatlarga tushadi. Pichoqlarni ham kelib ko'radigan bo'lsa, mana pichoqlari ham qalinidan, yaxshisidan pichoqlar. 4 qatordan 8 qator 32 ta pichoq bo'ladi, o'ng chap. Xo'p, balonlarga o'tadigan bo'lsa, balonlari mana katta balonlardan, yaxshi balonlardan qo'yilgan. 4 ga 10 razmerli balondan. Mana ko'radigan bo'lsa, o'zining ustida Texha deb uyib yozilgan. Bakida. Mana bu chetida ham Texha yozilgan. Daji mana motor qismidagi motor qismiga 170F deb uyib yozib qo'yilgan. Mo'ydachiklari bor. Hop. O'zining komplektida yana kitobi, klujlari, svechcha kluji hammasi bo'ladi. Qo'shimchasiga yana narsa olaman deganlarga ham qilib beramiz. Mana bunaqa pluglardan qilib berishimiz mumkin. Mana bunaqa ocharlar, universal razmeri o'zgaradigan ocharlar. Mana bu razmeri o'zgarmaydigan kichkina ocharchalardan qilib berishimiz mumkin. Shu videoni ko'rib turib, videoga like bosgan va kommentariyaga MyTech deganlarga traktorimizga skidga bor. Qancha desangiz, 3.700.000 so'm aprel oyida video mana olinyapti. Shu aprel oyida mana shu narxda qilib beramiz. Nasib bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Xuddi mana shu MyTech do'konimizda.